Assalomu alaykum. Siz bilan yangi teleloyiha O'zbekiston 2030 dasturida ushlashib turibmiz. 2030-yilgacha O'zbekistonning o'z oldiga qo'ygan katta maqsadlari, ustuvor vazifalari aks etgan strategiyadagi muhim ko'rsatkichlar, muhim maqsadlarni biz soha mas'ullari, xorijlik ekspertlar va oddiy odamlar mulohazalari asosida tahlil qilishni maqsad qilganmiz. Dasturimizning ilk sonida O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan muhim ko'rsatkich mamlakatimiz uchun rekord daraja hisoblangan yengil avtomobillar ishlab chiqarish hajmini 1 million donaga yetkazish, xususan elektromobillar sonini 200 mingtaga yetkazish, ya'ni ishlab chiqarish ko'rsatkichini biz tahlil qilmoqchimiz. Shu maqsadda biz O'zbekistonning yangi avtomobilsozlik markazi lokatsiyasi Jizzaxdamiz. 1 million dona avtomobil ishlab chiqarish maqsadi deb aytyapmiz. Katta ambitsiya. 10 yil ichida mana shu maqsadga yetib kelish uchun qanday ishlar qilindi, qanday bosqichga chiqyapmiz? Keling, dastlab shuni tahlil qilsak. Oxirgi 10 yilni analiz qiladigan bo'lsak, 2016-yilda O'zbekistonda avtomobilsozlik sohasida 88 ming dona avtomobil ishlab chiqarilgan. 1 yilda. 1 yilda. 2025-yilda oxiri bilan bu ko'rsatkichimiz 461 ming donaga. Demak, bu 5 barobardan ko'proq o'sish qayd etildi. Bu birinchi yo'nalishimiz. Hajmlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana 2016-yilda 4,2 trillion so'm, ya'ni 1,4 milliard dollar bo'lgan bo'lsa, 2025-yilda oxiri bilan bu raqamlarimiz 7,5 milliard dollarga yetkazildi. 2017-yilga qadar bir dona O'zbekiston hududida OEM deymiz, original ishlab chiqaruvchi zavod faoliyat yuritgan bo'lsa, bu raqam mana 2025-yilda oxiri bilan 8 dan ortiq brendlar hozirgi kunda faoliyat ko'rsatyapti. Bu avtomobil zavodlari bilan birgalikda butun sanoat zanjiri qanday rivojlanib kelganligi bo'yicha e'tiboringizni qaratmoqchiman. 16-yil taxminan O'zbekiston hududida 110 ga yaqin mahalliy korxonalardan 1,1 trillion so'mlik mahsulotlar, komponentlar xarid qilingan. Endi mana 2025-yilga kelib 19,5 trillion so'mga yetdi. Mahalliy korxonalarimiz xarid qilayotgan 360 dan ortdi. Bularning hammasi prezidentimiz tomonidan to'g'ri siyosat, juda bir katta mashaqqatli mehnat, yaratilgan sharoitlar mevasi hisoblanadi. Bu yilgi rejalarimizni ham prezidentimiz aniq belgilab berdi. 510 ming. 500 mingdan kam bo'lmasin. Yarim milliondan ortiq ishlab chiqarish bu yil ta'minlanadi. Bunga bozor bor, kerakli sharoitlar yaratilishi bo'yicha topshiriqlar berildi. Aholini sotib olish qobiliyati o'sdi. Aholi hozir yangi texnologiyali avtomobillarga ehtiyojini ko'rsatyapti. Demak, 2026-yil yarim milliondan ortiq bo'lgan plankaga erishamiz. Bugungi kunda O'zbekistonda avtomobil bozorining qamrovi 12 milliard dollardan oshdi. Mahalliy avtomobil sanoat ishlab chiqaruvchilarimiz ulushi mana 7,5 milliard dollarga yetgan bo'lsa, hali ham biz yana katta, demak 5 milliard dollarlik bozorga egamiz. Iqtisodiyotdagi ulushini agar olib ko'radigan bo'lsak, 2017-2024-yillarda avtomobil sanoati yalpi ichki mahsulotda 0,7% dan 1,7% ga yetgan. Undan tashqari avtomobil sanoatida yaratilgan har bir ish o'rni turdosh sohalarda yana 10 tagacha ish o'rni yaratadi. 10 yillar oldin avtomobil sotib olish juda qiyin bo'lardi. Bu ham bir farovonlikning belgisi sifatida mana aholimiz daromadi oshib boryapti, lekin oxirgi yillardagi qilingan islohotlar, bu sohani liberallashtirilganligi, boshqa kompaniyalarda ham O'zbekiston bozoriga kirib kelayotganligi, raqobatda yuzaga kelganligi albatta aholini farovonligi, ularning kutilmalarini, ularning ehtiyojlarini qondirish juda katta yordam beradi. Sanoatdagi ulushi ham 10% ga oshdi. Shu 9% dan 13% ga yetdi. 13% ga yetdi. Sanoatdagi ko'rsatkich va hozirgi ishlab chiqarish quvvatlarimiz buni bemalol 22% ga yetkazish imkoniyatiga ega. Shuncha xususiy kompaniya Sirdaryoga, Jizzaxga qo'rqmasdan investitsiya kiritishi bu O'zbekiston avtomobil sanoatidagi yana bir o'ziga xos va tarixiy bir voqea deb aytishimiz mumkin. 8 oyda BYD zavodi ishga tushdi. Bu BYDning tarixida ham rekord bo'ldi degan fikr aytilgandi. Rekord darajadagi tezlik bilan ishga tushgan zavodni bugun ko'rsatkichlari qanday? Assalomu alaykum. 2024-yilda muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan korxonamizni ishga tushirdik. Bilasizmi, zavodning ochilishi o'zi iqtisodiyotimizda aynan yashil iqtisodiyot yo'nalishidagi muhim qadamlardan bittasi deb olsak bo'ladi. Bundan tashqari BYDning
tashqi davlatlardagi birinchi qo'shma korxonasi hisoblanadi bu zavodimiz. Aynan elektr va gibrid avtomobillar Butun ishlab dunyo chiqarish bo'yicha? Dunyo bo'yicha birinchi qo'shma korxona hisoblanadi. Yana muhim bir ko'rsatkich, korxonamiz 25-yilda 3 yulduzlik zavod maqomiga erishdi. Bu BYDni boshqa davlatlardagi zavodlarning ichida birinchi bo'ldik. Ekspertimiz aytib o'tdi, har bir avtomobil sanoatida yaratilgan ishchi o'rni bu turdosh yo'nalishdagi korxonalarda 10 ga yaqin, demak 16 mingta qolgan turdosh sohalarda ish o'rni yaratilgan. 25-yilda natijasi 20 ta, demak 5 baravarga o'sish amalga oshirdik. O'zbek avtosanoatidagi o'sish sur'atlarini ta'minlashga hissa qo'shayotgan kompaniya ADM Jizzax. Doniyor aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Tahlilga ko'ra Kia Sonet O'zbekiston bozorida top 3 ga kirayotgan ekan. Biz 5-o'rindamiz. Birinchi bu Damas, ikkinchi Cobalt, Onyx Tracker, keyin Sonet. Temp rosti bo'yicha Sonetimiz birinchi o'rinda desak bo'ladi. Juda qisqa muddatda qanday bu natijaga erishdingiz? Biz avtomobil sohaga kirayotganimizda, Jizzax viloyati bilan investitsion соглашение tuzayotganimizda hamma bu sohani konservativ soha ko'rgan, bu sohaga kirish mumkin emas deb o'ylagan. Bizning kompaniyamiz 100% xususiy investitsiyaviy birinchi zavod O'zbekistonda. Boshlaganda ko'pchilik ishonmagan, qanaqasiga qilsa bo'ladimi, частный zavod ochsa bo'ladimi deganda, muhtaram prezidentimiz ishonganlar. Uzoqni ko'ra bilganlar. Uzoqni ko'ra bilganlar, shu narsaga ruxsat berganlar. 24-yil to'liq siklga o'tganmiz. Hozir investitsiyamiz bizda 400 millionga yaqin. O'tgan yili biz 45 mingdan oshiq mashina ishlab chiqarganmiz. Bu yilgi ham biz yana o'sishni ko'zda tutganmiz. Partnyorlarimiz hammasi O'zbekiston bozori eng perspektiv rivojlanadigan bozor deb hisoblaydi. Eng yuqori tempda rivojlanayotgan davlat hisoblaydi. Shuning uchun ko'proq investitsiya, yangi texnologiyalar berishga tayyor. Lokalizatsiyamiz 38% dan oshgan. Biz ishlayotgan partnyorlarning ichida bizning zavod eng yuqori lokalizatsiyaga erishayotgan korxona hisoblanadi. Ular bilan ishlayotgan boshqa davlatlarning ichida eng yuqori lokalizatsiya bizda. Yana ham bizga ko'proq ishonch bildiryapti, yana lokalizatsiyani oshirish bo'yicha. Ishimizni tan olib, boshqa davlatlarga ham chaqiryapti, injenerlaringiz kelsin, yordam bersin. Chet ellik brendlar bilan ishlash ham juda ham qiyin. Qanday ko'ndirib olib kelgansizlar? Prezidentimizni qilayotgan siyosati, liberalizatsiya, butun dunyoga ochib bergani eng asosiy turtki shu bo'lgan. Biz shu imkoniyatlardan foydalanib, to'g'ri muzokara olib borganmiz. Yana bir suhbatdoshimiz Baxtiyor aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyatida avtomobil klasteri tashkil qilishga bel bog'lagan kompaniya vakilisiz, Asaka Motors. Sizlarda qanday o'sish bo'ldi? Prezidentimiz 2023-yili Sirdaryo viloyatiga tashrif chog'ida shu Sirdaryo viloyatida avtomobil ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz degan topshirig'iga asosan Sirdaryo tumanida biz ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Birinchi hamkorimiz Exit kompaniyasi bo'lgan, Xitoyning Exit kompaniyasi. 3 ta modelni ishlab chiqarishdan boshladik. 2024-yili model qatorimizni kengaytirishga erishdik. Bu O'zbekistonga Hyundai avtomobillarini olib kirish bilan bog'liq bo'ldi va 2025-yili biz uchun eng omadli yil hozircha. Dinamikamizni ko'rsak, 2025-yil biz ishlab chiqarishimizni 7 baravardan 10 baravargacha oshirishga erishdik. Bozordagi ulushlarimiz ham oshdimi? Asaka Motors birinchi yili 100dan 2-3% tashkil qilyapti. 0,2-0,03. 2024-yili shu 0,5%ga yetib bordi. 2025-yili 4,5%ga yetdi ulushimiz. Loyihamiz ikkita etapdan iborat edi. Birinchi etapimizga 20 million dollar sarmoya rejalashtiryaptik. Hozirgi kunda 30 milliondan oshib ketdi. Va shunga yarasha 2026-yilda 25 mingtadan oshiq SKD usuli bilan avtomobil ishlab chiqaramiz. Xuddi Sirdaryoga o'xshab, Jizzaxda ham ilgari biz avtomobilsozlikda tasavvur qilmaganmiz. Va bugun lekin Jizzax viloyati O'zbekiston avtosanoatida 25% lik ulushga ega. 4dan 1 degani, chorak qismi degani BYD shu yerdan chiqyapti, Jizzaxdan chiqyapti. Kia brendi shu yerdan chiqyapti. 10 yil ichida nimalar o'zgarib ketdi Jizzaxda avtomobilsozlik bo'yicha? Bu albatta inson tasavvurga sig'maydigan jarayonlarda. BYD makonida turgan joyimiz paxta maydoni edi, ekin maydoni edi. Vaqti kelib bu yerda mana shunday gigant zavod quriladi, biz 7 uxlab tushimizga kirmagan. Bizning ko'z o'ngimizda mana qator zavodlar ishga tushdi. Bu muhtaram prezidentimizning avtomobil sanoatini keskin rivojlantirishga qaratayotgan jiddiy bir e'tiborning samarasi deb o'ylayman. Jizzaxlarning bir faxriga aylandi.
bu avtomobil sanoat korxonalari. Kirib kelayotgan zavodga ko'plab insonlarni ko'rdim, ko'pi o'zimning mahalladoshim, o'zimizning qora ko'zlar. Hurmatli prezidentimiz har safar bizning viloyatimizga kelganda bu yerda mana shu avtomobil sanoatini jadal rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratadilar. Yana bir xarakterli tomoni, bir paytlar mana avtomobil sotib olishga odamlar navbatda turgan paytlari bo'lgan. Ololmagan ham. Hozir mana do'konga boring, avtomobilning istalgan nimasini sotib olishingiz mumkin. Imkoniyat zo'r. Aholining shunga yarasha bir talabi ham bor. Talab bor ekanki, million talab avtomobil chiqarishga zarurat tug'ilyapti. Balki kelajakda undan ham oshib ketar. Men yoshim mana 80 ga kirdi. Bitta ahok zavodi bo'lar edi. Bir Gamtosh degan joyimizda. Keyin mana shaharda qurilish materiallar ishlab chiqaradigan bir kombinat bo'lardi. Boshqa bir zavod yo'q edi. Keyinchalik mana akkumulyator zavodi qurildi xolos. Asosan agrar viloyat edi, Jizzax viloyati. Qishloq xo'jaligiga ixtisoslashgan edi. Boshqa narsa yo'q edi. Sanoat yo'q edi desak bo'ladi. Nol edi desak ham xato qilmagan bo'laman. Jizzaxning iqtisodiy salohiyati oshib boryapti. Jizzaxga bir sanoat kirib kelganligi uchun ham oshib boryapti. Bu brendlarni O'zbekiston bozoriga kirib kelishi uchun birinchi o'rinda prezidentimiz olib borgan to'g'ri siyosati, investitsion muhit deymiz, yaratilganligi. Mana 2017-yilgacha konvertatsiya masalalari qanday muammo edi. Har bir brendning egasi boshqa bir bozorda ishlab chiqarib, o'zini yuzini ko'rsatishi bu juda ham qiyin kechadigan jarayon. Shuning uchun birinchi o'rinda yaratilgan sharoit, ikkinchi o'rinda avtomobil sozlikda har qanday qilingan investitsiya 5-6 oy yoki 2 yilda mo'ljallab qilinmaydi. Kamida 5 yil, 10 yil va undan uzoq bo'lgan rejadagina investitsiyalar o'zini o'zi qoplaydi. Demak, har bir brendning egalari O'zbekistonga kelish uchun juda bir chuqur analizlar asosida kirib kelgan. Bu juda ham katta bir yutuqlarimizdan. Ishonch borda. Ishonch bor. Mana shu ishonch orqali 1 million donaga yetkazish haqida gapiryapmiz avtomobil ishlab chiqarishda. Buni 10 yil oldin umuman tasavvur ham qila olmasdik-da. Va mana shu maqsadga erishish uchun bosqichma-bosqich mana shunday katta brendlar O'zbekistonga taklif qilindi. Bir so'z bilan aytganda, davlatimiz rahbarining uzoqni ko'ra bilish siyosatlari va qobiliyatlari mana shu rejani bugun oldimizga qo'yishga imkon beryapti. O'zbekiston 2030-yilga borib, bu natija bilan dunyodagi 1 million dona avtomobil ishlab chiqaradigan 15 ta davlatning biri bo'lar ekan. Bu ham faxr, ham bu katta tarixiy bir natija bo'ladi. Bu faqat balandparvoz gap emas. Xalqaro auditorlik kompaniyalari bor. Boston Consulting Group jalb qilgan holatda analizlarimiz ham shuni ko'rsatdi. 1 million avtomobil ishlab chiqarishiga ega bo'lish 2030-yilga borib, bu realniy holat, erishishimiz mumkin bo'lgan vaziyat hisoblanadi. Har bir zavodlar, har bir mahsulotlar kesimida bozorda o'rgangan holatda aniq rejalarimiz mavjud. Bu faqat avtomobil zavodlarining o'sishi emas, o'zi bilan birgalikda butun sanoatni rivojlanib borishi. Faqatgina yig'uv maydoni emas, ishlab chiqarishda to'liq zanjirli integratsiya qilingan ishlab chiqarish tizimiga ega bo'lgan zavodlarni yaratyapmiz. Juda muhim masala yetkazib beruvchilarimiz. 2030-yilga biz 1 million maqsadga erishganimizda buni 500 dan ortiq yondosh kompaniya, ulardan xarid 52 trilliondan oshishini kutyapmiz rivojlanishi bilan birgalikda. 1 million avtomobil ishlab chiqarilishi, mana mahalliy sanoatni o'sishi, kooperatsiyani o'sishi bilan birgalikda aholi bandligi masalasiga ham bir e'tibor qaratib o'tmoqchi edim. Ushbu ko'rsatkich 25-yilda oxiriga kelib 450 mingga yetdi. 1 million avtomobil bilan bu ko'rsatkich ham 1 millionga yetadi. 1 million kishi avtomobil sanoatida Avtomobil sanoati va yondosh sohalarda. Bu o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Avvalambor mamlakatimizda yaratilgan investitsion muhit jozibadorligi, mamlakatda tinchligi, ma'naviy muhitning bir barqarorligining bir natijasi deyman. Bunda albatta yana bir ta'kidlashga to'g'ri keladi. Hurmatli prezidentimizning olib borayotgan uzoqni ko'zlangan oqilona siyosatining mevasi deb qarasak juda ham to'g'ri bo'ladi. bir dona avtomobilni deylik 15 ming dollarga baholasak o'rtacha, bu yalpi ichki mahsulotimizga 15 milliard dollarlik qo'shilgan qiymat degani. Bu avvalambor mahalliylashtirish yo'nalishida, ya'niki bora avtomobil sanoatida biz mahalliylashtirish ulushini 75-80% ga yetkazishimiz kerak bo'ladi. 1 million ob'yom deganda bu bizga juda katta imkoniyatlar yaratadi. Ya'ni hozirgi kunda yangi o'zlashtirilishi kerak bo'lgan texnologiyalar, mana alyuminiy diskalarda ishlab chiqarish
loyihasi amalga oshirilyapti. Hozir bu ham juda katta loyiha, 50 million dollardan yuqori qiymati. Yoki bo'lmasam shinalar, amortizatorlar yoki bo'lmasam prujinalar, bular hammasiga imkoniyat ochiladi. Bizni ob'yomimiz oshishi munosabati bilan. Prezidentimizni topshiriqlari bilan yangicha yondashuvni ham yo'lga qo'ydik. O'tgan yildan boshlab bu amaliyot boshlandi. Ungacha bunday bo'lmagan shatakka olish mexanizmi asosida. Bu nima degani? Demak, mahalliy ishlab chiqaruvchilarimizni xalqaro OEM, original ishlab chiqaruvchilarda talablariga javob beradigan darajadagi ishlab chiqarish jarayonlarini tashkillashtirilishini qo'lma-qo'l bilan rivojlantirib borish mexanizmi yo'lga qo'yildi. Bu sohada mana o'tgan yili 19 dona korxonalar shatakka olingan bo'lsa, 2030 gacha o'zimiz oldimizga maqsad qilganmiz. Bu jarayonlarni keskin oshirib borish, 150 dan ortiq korxonalarni shatakka olgan holatda ularni ham rivojlantirib, bu yilda o'zida 763 dan ortiq detallarni, komponentlarni kooperatsiya asosida mahalliylashtirishini yo'lga qo'yish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Kompleks yondashgan holatdagi rejalar bor. 1 million dona avtomobil ishlab chiqarmoqchimiz. BYD 2030-yilgacha bu raqamga erishishga, bu ko'rsatkichga erishishga qanday hissa qo'shmoqchi? BYD kompaniyasining Xitoydagi eng katta rahbari prezidentini aynan O'zbekistondagi loyihaga, O'zbekistonimizga mehri boshqacha his qilishim bo'yicha. BYD kompaniyasi birinchi qo'shma korxona Xitoydan tashqaridagi davlatlarga. Shuning uchun o'ylaymanki, mehri, e'tibori boshqacha va tezlik nuqtai nazaridan, loyihalarni amalga oshirish nuqtai nazaridan BYD kompaniyasi bilan men shaxsan o'zim birga ishlab kelayotgan bo'lsam, juda tez loyihalarimiz amalga oshadi. Mana 26-yilda bizda 40 mingta avtomobil ishlab chiqarish ko'zda tutilgan va eng asosiysi o'sha 3 yulduzlik zavod maqomini olganimiz uchun eng ommabop hozirgi kunda Yuanab avtomobilini o'zlashtirishni berdi. Hozir mana ishlab chiqarish boshlangan va yilning oxirigacha to'liq sikllik ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'yishni reja qilganmiz. Bu 25 ming dona bu yilga reja qilganmiz. 24-yilda biz 368 dona yuvanab sotganmiz. 25-yilga kelib 6800 donaga chiqdi. Va bu yil 25 ming donani reja qilganmiz. Ishlab chiqarishda hamkasblarim tushunadi. 1 yilda ichida aytaylik bitta modelni to'liq siklli ishlab chiqarish jarayoniga o'tkazish bu juda tez hisoblanadi. Shu sababdan bizga bo'lgan e'tibori umuman texnologik jihatdan, standartlashtirish, umuman barcha jihatdan e'tibori juda yaxshi deb o'ylayman. Endi 26-yilning kesimida agar 40 mingta bo'ladigan bo'lsa, biz mana 2030-yildagi rejalarni gapiryapmiz. Elektr va gibrid avtomobillarini ishlab chiqarish quvvatini 200 ming donaga oshirish. Bunda yana qo'shimcha 200 million dollarga yaqin investitsiya kiritgan holda yangi quvvatlarni o'zlashtirish rejamizda bor. 10 ga yaqin yangi modellar o'zlashtirish 200 mingga chiqqanda hozir reja qilinyapti. Bu yerda eng asosiy turadigan masala aytaylik texnologik yechimlarni topganmiz, imkoniyatimiz bor, sarmoyani va hokazo. Asosiysi kadroviy salohiyatimizni yetkazib olish. Ya'ni 200 mingga BYD avtomobillarni ishlab chiqarish yetganda eng kamida bizda 10 mingga yaqin yana qo'shimcha ish o'rinlari yaratiladi. Bitta Jizzaxda o'zida. Bitta Jizzaxning o'zida 10 mingga yaqin ish o'rinlari yaratiladi. Undan tashqari turdosh korxonalarda yaratilishi kutilyapti. Bu nima degani? Yana shuncha kadr aytaylik tor doiradagi kadrlarni tayyorlashga bo'lgan ehtiyoj juda ham kuchayadi ehtiyojimiz. Shu mutaxassislarni tayyorlash yo'nalishi bo'yicha ham muhtaram prezidentimiz doimiy ravishda bilasiz e'tibor qaratib, bir yilda eng kamida 3 marta yo 4 marta rektorlar bilan gaplashganini ko'raman. Bundan tashqari muhtaram prezidentimiz o'zini shaxsan tashabbuslari bilan Jizzax viloyatida muhandislik maktabini ochdik. U yerda aynan tarmoq korxonalari uchun tor doiradagi mutaxassislarni tayyorlash, aytaylik robototexniklarni tayyorlash yo'nalishi ishga tushgan. Bundan tashqari PLC bilan ishlash, bo'yoqlash va hokazo yo'nalishlar bo'yicha kadrlarni tayyorlash bilan oldimizga qo'ygan maqsadga erishishni reja qilib olganmiz. 1 million avtomobil bu aytilish oson. Shunday aytishga oson. Prezidentimiz juda ham uzoqda ko'ra biladigan, strategiyani to'g'ri belgilaydigan. 1 million chiqazinglar. Davlat sizga yordam beradi, talab yaratib beradi, ekonomika o'sadi. Shu sizga как planka. Shunga tayyor bo'linglar. Biz bu yoqdan hamma narsani tashkil qilamiz. Bozorimiz bor, aholimiz bor, talab bor. Shundan foydalanib prezidentimiz qilinglar deb yo'nalish beryapti. 1 million bozorimiz bor deb. Bu hamma uchun uzoq muddatli strategiya. Biz o'zimiz uchun ham shu narsani maqsad qilib olganmiz. Hozir bizda 4 ta ishlab chiqarish zavodi bo'lsa, minimalniy plankani o'zimizga qo'yganmiz 20%. Bu 200 ming avtomobil degan.
Endi agar million bo'lsa 200 ming, ko'proq bo'lsa undan ham ko'proq, xudo xolasa niyat qilganmiz. Hamma yaxshiroq produkt xohlaydi, hamma taklif qiladi u narsani. Raqobat oshadi. Hozir 24 ta universitet bilan ishlaymiz. Yaqinda buni yangiliklar ko'rgan bo'lsangiz kerak. Yangi O'zbekiston universiteti bilan birga business case competition e'lon qildik. 1200 taga yaqin zaявka keldi. 5 ta davlatdan, Amerika, Ozarbayjon, har xil. Qiziqish ko'p avtomobil sohaga, O'zbekistonga. R&D tashkil qildik. Sonet modelini, yangi produktini bozorga chiqardik, Black Edition degan. Rostini aytaman, Black Edition'ni biz UzAvtodan ko'rganmiz. Ancha biz ekonomiya qilyapmiz, ko'p mahsulotni O'zbekistonning o'zida chiqaryapmiz. Bahodir aka aytdik, hozir lokalizatsiya klasterlari не только Jizzaxda, hozir Qoraqalpoqda quryapmiz. Asakada anchadan beri bor. Hamma birga kooperatsiya, tan narxni tushirish bo'yicha, оборудование R&D qilyapmiz, o'zimiz ishlab chiqaramiz, tan narxni tushirish bo'yicha 1 millionlik soha. Bu degani investor keyin 1 million ishlab chiqariladi o'sha yerda, оборудование ishlab chiqariladigan bo'ladi. Endi biz o'zimiz harakat qilyapmiz kirishga. Kimdirlar yana biz bilan qo'shilib kiraman deyapti. Agar biz svarishni оборудование chiqarsak, u aytayapti, "Davay, men senga bitta ganini ishlab chiqaraman, transformatorini ishlab chiqaraman." Sekin-sekin tajribamiz ortib boryapti. Harakat qilyapmiz milliy mahsulot chiqarish. Bizning strategiyamiz bo'yicha o'zimizda milliy brend tashkil qilish, 5 yil ichida, xudo xolasa 30-yilgacha milliy mahsulot chiqaramiz, milliy brend ostida, milliy produkt. Kimdirlar ishonmaydi, lekin biz 100% ishonamiz. Bilim olish yoki nimadir qilish ancha tezlashdi oldinga qaraganda. Hozir logistika tezlashdi, hozir искусственный intellekt ko'p narsada yordam qilyapti. Ko'p narsa arzonlashdi. Bizning maqsad milliy brend ostida O'zbekistonda 100 ming, 200 mingta chiqarilib, chetki bozorlarga chiqamiz. 1 million ta avtomobil ishlab chiqarish bir yilda juda chakana gap emas. Ilgari endi mana Toyota desa Yaponiyani tasavvur qilardik. BYD desa Xitoyni. Mercedes desa yaqin kelajakda O'zbekiston ham o'zining yaxshi bir brendiga bo'lgan mashinalarga ega bo'lsa, dunyoda shu bilan tanilsa, bizga yaxshi-da albatta. O'zbekistonda mana shu avtomobillar ham tanitadi degan men niyatdaman. Shunday bo'ladi ham xudo xolasa kelajakda. Muammolarda yoqimli bo'ladi. 30-yilga 1 million ta avtomobil ishlab chiqarish bu yoqimli muammo desak bo'ladi-da. Bu muammoni hal qilib agar vazifani bajarsak, boshimiz osmonga yetadi. Bu dunyodagi 15 ta yirik shu million ta avtomobil ishlab chiqargan davlatlarga qo'shilish o'zi bo'lmaydi. Va prezidentimizning oqilona siyosati hozirgi kunda biz Sirdaryo viloyati Sendarobod erkin iqtisodiyot zonasida to'liq siklli avtomobil zavod qurilishini boshladi. Prezidentimiz oxirgi Sirdaryo viloyatiga tashrif chog'ida 2026-yil iyul oyiga avtomobil zavodi tayyor bo'lish rejasini qo'ygan. Hozirgi hamma sa'y-harakatlarimiz shu vazifani bajarishga qaratilgan. Va 2026-yil zavodimiz bitirganimizdan keyin sekin asta 100 ming avtomobildan 2030-yilgacha 150 mingta avtomobil ishlab chiqarishga erishish. Bir yilda 150 mingta avtomobil quvvatiga ega bo'ladigan zavodimizni barpo qilish. 26-yilda demak klasterdan avtomobil ishlab chiqadi. Multi brend bo'lib, hozirgi hamkorlarimiz bilan mana shu loyihalarda amalga oshirish orqali hozirgi kunda biz mahalliylashtirish jarayonini ham boshlab yubordik. Ham loyiha ketyapti, ham uskunalarni sotib olish bo'yicha, joylashtirish bo'yicha ham переговорlar ketyapti, qurilish bo'lyapti. Xudo xolasa ishlar jadal 2026-yilning oxiriga avtomobil ishlab chiqaramiz degan niyatdamiz. ADM Jizzax bilan hamkorligimizni boshladik. Yaqin orada. Demak, bizning kompaniyalar bir-bilan raqobatchi emas. Yo'q, o'ziga yarasha raqobat bor, lekin shu raqobat orqasidan hamkorlik ham tug'ilib o'sar ekanda, bu qanaqadir bir yangi tendensiya. Kadrlar salohiyati bo'yicha ham alohida to'xtamoqchiman. Ishni boshlaganimizda Sirdaryo tumanida endi agrar tuman juda katta oqim keldi bizga ishga joylashgan. Boshida. Shu narsaga amin bo'ldikki, salohiyatimiz yetarli. Sirdaryo agrar tumanida shunchalik salohiyat bo'lgandan keyin bu markazlarda qanchalik bo'ladi? Kadrlarning salohiyatini ko'rib, biz o'sha 94-yil Uzda avtoni boshlaganimizdagi holatni esimga keltiraman. Chet eldan kelardi. Bari mutaxassislar Koreyadan, Yaponiyadan, Germaniyadan. Shuni aytmoqchimanki, kadrlar salohiyati bo'yicha 2030-yilgacha katta ishlar amalga oshiriladi. Loyihamiz oxirgacha amalga oshirganimizdan so'ng biz reja qilyapmiz 4000 ta ish o'rni yaratish. Sirdaryo tumani uchun bu juda katta ko'rsatkich bo'ladi, 4000 ta va undan tashqari albatta mahalliylashtirish korxonalari bilan jami 10 mingtaga yaqin ish o'rni yaratiladi degan rejalarimiz bor. Mana Baxtiyor aka, mahalliylashtirish masalasini aytib o'tdingiz. Shu o'rinda biz BYD zavodini mahalliylashtirish masalalari bilan
shug'ullanadigan mas'uli Shavqatbek aka bilan ham fikrlashsak, zavodda mahalliylashtirish darajasi qaysi bosqichda? Mahalliylashtirish mana shu zavod barpo bo'lgandan boshlab ikkita yo'nalish bor. Birinchisi zavodimiz o'zida, ya'ni mana payvandlash sexini ikkinchi bosqichini amalga oshirganmiz. Bu yerga 10 million dollar investitsiya kiritib, 24 ta yangi robot o'rnatganmizda 880 ta payvand nuqta qo'shildi. 50 ta yangi ish o'rni yaratildi. Ya'ni o'zimizda ham rivojlanish ketyapti. Va parallel ravishda mana bu yilda 3-bosqichini rejalashtirganmiz. Yuan modeli bilan birga yana 10 million dollar qo'shimcha investitsiya ajratiladi va hamda 1600 ta yangi nuqta o'rnatiladi. O'tgan yil 100 dan oshiq detallar lokalizatsiya bo'ldi. Shundan 72 ta detal Song Plus modelini o'zida. Bu hamma katta qismlar bugungi kunda mahalliylashgan. Bu oyna bo'ladi, o'rindiqlar bo'ladi, plastik benzobak, tom qoplamalari, pol qoplamalari, oldi bamperlar degan hamma narsalarimiz hozirgi kunda lokal bo'lgan. Yana buni kengaytirish bo'yicha ishlar olib borilyapti. Bitta katta tendensiyani aytishim kerak. Bu oldin butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi korxonalar asosan Koreya bilan tashkil bo'lgan. Texnologiya Koreyadan kelgan bo'lsa, hozir tendensiya o'zgaryapti. Plastik benzobak ishlab chiqargan yap xorijiy investitsiya bilan kirgan bo'lsa, hozirgi kunda mana Jizzaxda o'zida Jinteng Avtomotiv degan kompaniya mana shu Jizzaxda texnoparkda 5 million dollar investitsiya kiritib, simlarda Jigут sim to'plamlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Song Plus modelini simlarini o'zlashtirdi va ularda ham 100 dan oshiq yangi ish o'rni yaratildi. Bu bizga bir yilda 7 million dollar importni tejash imkoniyatini berdi. Endi tendensiya mana shu O'zbekistonda qolyapti. O'zbekistonni O'zbekistonda ish haqi bo'lib qaytyapti, soliq bo'lib qaytyapti. Xuddi shunday. Hamda qo'shilgan qiymat ortyapti. Biz ularga muzokaralar davomida shunaqa talab qo'ydikki, O'zbekistonda simini ishlatamiz. Ya'ni mis O'zbekistondagi bo'lishi kerak deb. Ular reja qilyapti. Bu yerdan turib Xitoyga simda eksport qilishdi. Endi biz masalan 50 mingta mashina ishlab chiqarsak, Xitoy BYD 5 millionga yaqin mashina ishlab chiqaryapti. Bu yerdan shu qo'shilgan qiymat bilan bizning misimiz yoqqa sim bo'lib eksport bo'ladigan bo'lsa, bu ham katta potensial bor. Yana keyingi bosqichda ular konnektorlarni. Konnektor ishlab chiqaruvchi korxonalar dunyoda kam. Ular hozir konnektorlarni shu yerda ishlab chiqarishga yo'l qo'ymoqchi. Robotni ham yoshlarimiz boshqaryapti. Albatta. Yig'ishni ham yoshlarimiz boshqaryapti. Eng shu quvonarlisi hozirgi kunda mana Baxtiyor aka aytib o'tdi, biz oldin chet elliklar bilan gaplashardik. Mana shunaqa muzokara, yangi proyektni muhokamasi bo'lamiz. Hozir qayerga yig'ilmaylik, hammasi o'zimizni hamkasblar, kimdir aytadi raqobat deb hozir ham aytib o'tilyapti. Raqobat brend sotuv ma'nosida bo'lishi mumkin, lekin tomir birlashganda o'zadi. Kim biz bilan muzokara olib borsa, yangi detallarni loyiha qilish bo'yicha biz albatta yonimizda Kezovti bor, 100 mingta obyomi bor, bularni ham qo'shib reja qilaylik. Yonimizda Sirdaryo bor, Asaka bor deb qilamiz va ular ham albatta kelayotganda bularni obyomini inobatga olib texnologiyani olib keladi. Chunki komponent ishlab chiqaruvchi korxona uchun brendda ahamiyati yo'q. U amortizator ishlab chiqarsa, hamma zavodga bera oladi. 1 million obyom deganda samaradorligi yuqoriroq bo'lib, tezroq amalga oshadi. Siz chorak asrdan ko'proq tajribaga egasiz shu sohada. 25 yil ichida maqsadimiz 1 millionga chiqaramiz deb o'ylash mumkinmidi o'zi? Shunaqa maqsadlar haqida tasavvur bo'lganmi o'zi? Yo'q, ochig'i men 2004-yil zavodga kirganman. U paytda zavod 20 ming atrofida mashina chiqarardi. Keyin bizga 80 mingga obyom ko'tariladi deganda qiyin bo'lgan, ishonish. Bu paytda unaqa hayollar bo'lmagan va hozirgi kunda ham planka qo'yib berilgani bu katta maqsad bo'ldi. Mana shu maqsadga qarab hamma insonda maqsad bo'ladigan bo'lsa, rejangiz aniq bo'ladi. Mayoqda u siz uchun. Mana shu ko'rinib turibdi hozir. Mana shu yo'lda harakat bo'lyapti. Bugungi kunda kadroviy soha yoshlarimiz bularni bilim olish ko'nikmalari juda tez. Men o'ylaymanki, kelajakda albatta qo'yilgan maqsadlarga yuqori darajada erishishga imkoniyatimiz bor. Hozir O'zbekiston bozori emasda, mintaqadagi bugungi do'stlik muhiti mintaqa bozorini ham bizga ochib berdi. Qozog'istonda o'tgan yilgi dinamikani ko'rsangiz, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomobili xalq avtomobili nomiga erishdi-da. Qozog'istonda katta ko'rsatkich. Barcha oylarda nomer 1 deymiz, birinchi o'rinda sotuvi bilan o'zini ko'rsata bildi. Eksport salohiyatimiz ham yildan yilga oshib borib, 2025-yilda 800 million dollarga yetdi. Qo'shni davlatlarimizda ham bizning avtomobil markalarimiz ishlab chiqarishi juda muvaffaqiyatli amalga oshirilyapti. Masalan, 17-yilga qadar biz faqat tayyor avtomobillarni eksporti bilan cheklangan bo'lsak, 2017-yildan biz yangi etapga olib chiqdik bu narsani. 2021-yil mana Qozog'istonda Chevrolet avtomobillarini yirik o'zillik yig'ish loyihasini yo'lga qo'yildi. Xuddi shu yili Ozarbayjonda yo'lga qo'yildi. Yana Qirg'iziston Respublikasida zavodimiz mana ochilishi 2024-yil bo'lib o'tdi. Hozir biz bu etapda ham yana keyingi rivojlanish bosqichiga olib chiqish bilan ishlayapmiz. Ya'ni mayda o'zillik ishlab chiqarishni
eksport bozorlarimizda tashkillashtiramiz. O'zbekiston ishlab chiqarish hubiga aylanadi. Komponentlarni ishlab chiqaramiz. Texnologiyalar bizdan bo'ladi. Bularni biz yetkazib beramiz. Shu bilan birgalikda mana hozir Qozog'istonda birinchi loyihamiz ishga tushgan bo'lsa, bu yil mana Ozarbayjonda bunday ishlab chiqarish bo'yicha loyihalar amalga oshirilyapti. Xalqaro miqyosda ham chet elga eksport qilinayotganligi ham odamni quvontiradi. Eksportga qancha ko'p yo'naltirsa, ko'p valyuta tushumi degan so'z, bu aholining turmush farovonligi oshadi degan so'z. Bevosita hozir bizning turmush farovonligimiz sezilarli darajada oshdi. Bu albatta hurmatli prezidentimizning O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishga qaratayotgan jiddiy bir e'tiborining samarasi deb o'ylayman. O'zbekiston 1 million dona ishlab chiqarmoqchi. Bu oddiy odamlarimiz hayotida qanday aks etadi? 2016-yil 1000 kishiga O'zbekistonda 18 ta avtomobil to'g'ri kelgan ekan. Mana oxirgi ko'rsatkich 2025-yilda bu 110 tani tashkil qilgan. Bu degani nafaqat odamlarning qulayligi, bir nima deydi, uzoqni yaqin qilish, balki har bir avtomobil ayniqsa qishloq hududlarida qo'shimcha yana daromad olib kelishi mumkin. Ya'ni ish o'rni yaratishi ham mumkin, qo'shimcha daromad olib kelishi mumkin. Katta marraga ishonch bor-da. Bu nafaqat bizning ishonchimiz, bu avvalambor bizning hamkorlarimiz, investorlarimiz, butun xalqimizning ishonchi. Bu marralarni albatta nasib qilsa hammamiz amalga oshirganda har birimizni, har bir fuqaromizni, har bir oila, xonadonni farovonligini oshirishga juda katta hissa qo'shadi. Farovonlikka olib keladi. Bu magnit sifatida O'zbekistonimizning iqtisodiy yuksalishiga va milliy boyligimizni to'g'ridan to'g'ri aytsak bo'ladi, keskin oshishiga olib keladi. Yalpi ichki mahsulotimiz 5 karra oshadigan bo'lsa-da, lekin milliy boyligimiz, farovonligimiz 10 karradan oshib ketdi deb bemalol aytsak bo'ladi. Muhsin aka, sizga loyihamizda ishtirok uchun minnatdorlik bildiramiz. Xalqaro hamkorlik deyapmiz, investorlar deyapmiz va shu yo'nalishda ham xalqaro darajadagi ekspertimiz, mutaxassisimiz bor. Rahmat sizga. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, Lola xonim. Assalomu alaykum. Bizni qiziqtirayotgan asosiy masala BYD nima uchun O'zbekistonni tanladi va O'zbekiston bilan sizlarning kelajakdagi rejalaringiz qanday? OK， assalomu alaykum， 主持人好，然后我们乌兹别克斯坦的朋友们，大家好。 O'zbekiston yangi energiya transport vositalarini milliy sanoatni modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishi sifatida belgilagan va aniq hamda qulay siyosiy qo'llab-quvvatlash choralarini taqdim etmoqda. Elektromobillarga so'nggi yillarda Markaziy Osiyoda bo'lgan talab ortib bormoqda. Oxirgi 3 yil davomida elektromobillar bozori har yili 40% dan ortiq o'sdi. Demak, bozor salohiyati juda katta. Biz O'zbekistonning eng yirik avtomobil korxonasi bilan qo'shma korxona tashkil etdik. Bu loyiha 1,5 mingdan ortiq mahalliy ish o'rinlari yaratishi va avtomobil sanoatining yuqori hamda quyi tarmoqlar rivojlanishiga turtki berish kutilmoqda. Hozirgi vaqtda BYD Song Plus, BYD Chazor va BYD Yuan Up modellarining mahalliy ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan va ular bozorga chiqarilmoqda. Rejaga ko'ra 2026-2027 yillarda BYD kompaniyasining DMI super gibrid texnologiyasiga tayangan holda bir qator yangi modellar taqdim etiladi. Zavoddagi ishlab chiqarish liniyasi BYD tomonidan loyihalashtirilgan. U kompaniyaning global yagona aqlli ishlab chiqarish standartlari asosida ishlaydi. Ishlab chiqarish quvvati 15 GPH, ya'ni soatiga 15 ta avtomobil. Biz Xitoydagi BYD zavodlari bilan bir xil darajadagi avtomatlashtirilgan uskunalar hamda raqamli boshqaruv tizimlarini joriy qilganmiz. Bu Markaziy Osiyodagi yetakchi daraja hisoblanadi. Zavod shuningdek Markaziy Osiyodagi eng katta va eng mukammal sinov test imkoniyatlariga ega bo'lib, mahsulot sifati BYDning xalqaro standartlariga mos bo'lishini ta'minlash uchun 200 dan ortiq global standartlarni qo'llaydi. Endi sifat masalasiga kelsak, biz ishlab chiqarishning barcha bosqichlarini qamrab oluvchi to'liq sifat menejmenti tizimini yo'lga qo'yganmiz. Hozirgacha ishlab chiqarish modellarining asosiy sifat ko'rsatkichlari Xitoydagi BYD zavodlari bilan bir xil darajaga yetdi. U ketma-ket 6 oy davomida sanoatdagi eng yaxshi rekord bo'lib qoldi. 谢谢。Rahmat. Bu yo'nalishdagi bizda yana bir katta maqsadimiz bor, ya'ni aholi bandligi. Katta loyihalashga tushgandan keyin katta ish o'rinlari haqida gapirilyapti. 5000, 4000 talab. Bu juda ham katta ko'rsatkich va avtomobilsozlik yuqori maoshli yo'nalishga aylandi. Bir oyda deylik, xodimlarga qancha maosh to'lab beryapsizlar bugun? 2,5 million dollar atrofida oylik to'laymiz har oy. Bir oyda. Bir oyda. Ajoyib ko'rsatkich. Bu juda ham katta sifra. Men o'ylayman, даже undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Hozir maksimalni biz Jizzaxdan olyapmiz. 5200 ta xodim ishlaydi. Imkoniyat cheklangan odamlarga
ishlash uchun sharoitlar yaratyapti. 30 tadan oshiq ishlayapti. 170 ta dual ta'lim. Bu hamma narsa biz nimaga olib kelyapmiz? 2030-yilgacha 10 ming atrofiga aholi band bo'ladi degan rashyotimiz bor. Hozir ko'ryapmiz, ko'pchilik chet elda ishlagan kadrlar hozir qaytib kelib bizga ishga joylashyapti. Oddiy kadr ishchi qilib qayergadir jo'natgan bo'lsak, hozir injener sifatida chetga jo'natyapti. Yuqori malakali injener, mana Qozog'istonda Kia zavodi, lokalizatsiyaga ularga ozgina yordam qilyapmiz. Tendensiya o'zgaryapti. Endi O'zbekistonda oyliklar ancha oshgan. Oddiy mutaxassis bo'lib chetga ketish ne stoyid. O'zbekistonda oylik shunchalik oshgan. Katta injenerlarni tayyorlab, chetga katta mutaxassis qilib jo'natyapmiz. Bir oyda 1,5 milliarddan 2,5 milliardgacha oylik to'layapmiz. Bu ish hajmiga qarab albatta. O'ziga yarasha KPI'lari bo'ladi, premiyalari bo'ladi. Rossiyada ishlab kelgan, Qozog'istonda chetga chiqib yurib ishlab kelgan bolalar hozir biz zavodda juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Hammasi mamnun, oilasini yonida, o'zlari ham ishonmagan, shu nahotki bizni Sirdaryoda ham shunaqa zavod tushadi deb kelajakda shunaqa oylik kelajakda albatta katta zavodimizga ish tushirganimizdan keyin bu 10 mingta ish o'rni 2030-yilga albatta bu Sirdaryo viloyati tumanni nazarda tutmayapmiz. Sirdaryo viloyati o'zi aholisi 600 ming yo 700 ming aholi, 10 mingtasi bizni sohada ishlaydigan bo'lsa bu katta raqam. Va yana bir narsani aytib o'tmoqchiman, bu 1 millionta avtomobil chiqarish, buni orqasidan nafaqat bu ishlab chiqarish, servis, sotuv, dilerlik sentrlar, yo'l qurilishlari, ko'prik qurilishlari, ximiya, metallurgiya, elektrotexnika, rezina texnika va hokazo hamma tarmoqlarda lokomotivi bo'lib avtomobil sozlik o'z orqasidan tortadi degan umidda. Bilasizmi? Eng katta quvonch bag'ishlaydigan narsa, men oxirgi yillar tahlil qilganimda 200 ga yaqin xorijda oldin ishlab yurgan fuqarolarimiz qaytib ishga joylashib, oilasi bag'rida yashayotgani, uyiga daromad olib borayotgani quvontiradi. Albatta, O'zbekistonga qaytib kelish, O'zbekistonda doimiy ishga ega bo'lish, doimiy daromadga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Xorijda oilasidan uzoq joyda ishlayotganlar bor. Ular uchun juda katta, menimcha, bir ahamiyat kasb qiladi bu narsa. 1 million ish o'rni yaratilishi, ularning qaytishi, ishlashi, daromadli bo'lishi. Ozgina o'qi, ozgina o'rgan va o'z yurtingda yuqori daromadli mehnat qilgan, yuqori maoshli ishda ishlagin degan bir mesajni tomoshabinlarga aytishimiz kerak. Albatta, bu uchun izlanish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak. Bunga davlatimizda barcha sharoitlar yaratilgan. Institutlarda, universitetlarda, bundan tashqari muhandislik maktablarida deyapmiz. Agar o'qiyman, o'rganaman, shu narsaga intilishi bor, bir ko'zi yonadigan agarda yoshlarimiz bo'lsa, albatta hamma imkoniyat bor. Faqatgina harakat kerak xolos. Ishsiz yurgan aholini o'zimizni zavodga ishga oldik. Hozirda ular ham payvandlash, kraska yo'nalishi bo'yicha bitta mutaxassisga aylangan va oilasiga aytaylik bir daromad olib kelyapti. BYD nafaqat ishlab chiqaruvchi emas, balki harakat qilyapmiz ijtimoiy yo'nalishda ham biz faol bo'lishga. Demak, jami shu loyihalarimizni amalga oshirish uchun 10 milliardga yaqin mablag' sarfladik. Yoshlarimizni demak texnologik rivojlanganligini, yangi texnologiyalarga integratsiya qilib borishi bu yana yangi bosqichga chiqqan. Ochiqini aytishim kerak, mana qo'shni ko'p davlatlarimizda bu texnologiyalar 1 million dona avtomobilda ishlab chiqarish nafaqat mana yalpi ichki mahsulotda 240 milliard dollarni mana prezidentimiz reja sifatida qo'yib bergan bo'lsa, bu yerdagi o'zimizning hissamiz bo'lsa, ikkinchi yo'nalish aholini bandligi. Uchinchi yo'nalish ularga berilayotgan takliflarni oshib borishi. To'rtinchi yo'nalish umumiy sanoatda integratsiya bo'lgan holatda qolgan yo'nalishlar bilan, yondosh yo'nalishlar bilan kooperatsiyani birgalikda amalga oshirgan holatda ishonaman, avtomobilsozlik driver hozirgi holatda mana sanoat driverimiz xuddi shunday davom etadi. Xaridorlarimiz talabi kundan kunga o'zgaryapti. Yaxshiroq xohlayapti. Biz ularda shu talabiga qarab o'zimizni modelda yangilangan ikkinchi fazasini ko'rsatamiz. Aprel oyida sedan avtomobil ishlab chiqaramiz. Xudo xolasa hamma ko'radi. Prezident sizni ham taklif qilib qo'yamiz. Bu yil sanoat bazasida pikap chiqarishga harakat qilyapmiz. Gibrid avtomobil o'zimiz harakat qilyapmiz ishlab chiqarishga. Iyul oyida Jizzaxda birinchi pressovый sex quramiz. Rulondan to'liq mashina chiqaramiz. Bu bizni partnyorlar Kia'ni aytadigan bo'lsak, ularning tarixida bo'lmagan, ularga tegishli bo'lmagan, umuman boshqa davlatdagi zavod o'ziga pressovый sex qurgan. Hech qachon hali pressoviyga ruxsat bermagan. Faqat O'zbekiston uchun bergan. Nimaga? Потому что ular O'zbekiston bozoriga qilinayotgan islohotlarga hammasiga ishonadi. Bu narsani biz Kia bilan reja qilganmiz, bet
tubdan shtampovat qilib boshqa davlatlarga yetkazib berish. Tinimsiz mehnat bo'ladi. Azbek aka, BYD bo'yicha mehnatni davom ettirasizlar. Albatta. To'xtash yo'q. Albatta. Aholimizga arzon sifatli va zamonaviy, yuqori innovatsion texnologiyalarga ega bo'lgan avtomobillarni taqdim qilishda davom etamiz. Dildan suhbat qurdik, ochig'ini aytganda ishlab chiqaruvchilarimiz mana bir joyga yig'ildi. Ko'rib turganingizdek, bizda doim bir-birini qo'llab-quvvatlagan holda demak rivojlanishda davom etamiz. O'zimizni mehnat, mashaqqatimiz bilan barcha yutuqlarga erishamiz. Mana shu zavodlarda aynan yoshlar ishlayotgan odamlarni quvontiradi. Yoshlar. Bu yoshlarning bugungi kunda bir intellektual salohiyati ham, kasb mahorati ham ancha yuqori deb o'ylaymiz. Ularning aqliy salohiyati ancha o'sdi. Chet ellik mutaxassislardan shu sohada ishlayotganlardan aslo qolishmaydi. Ishlayotgan bolalarni ko'rayapti-da, boshqa bolalar orzu qilyapti. Bir nevara mazra o'qiyapti, texnikumda uniki mashina sozlik bo'yicha. Xudo xolasa kelib ishlaydi, nasib qilsa, yo Kiyada, yo bu yerda, yo boshqasida ishlaydi, nasib qilsa. Sizlar Cobalt tezroq BYD qiling endi. Endi prezidentga rahmat. Bugungi muloqot uchun minnatdorlik bildiramiz. Tomoshabinlarimiz bugun O'zbekiston avtosanoati qaysi bosqichda va katta ambitsiya bilan 2030-yilda qanday darajaga chiqishini, bu O'zbekistonimizni iqtisodiyotiga nima berishini mulohazalarimizdan yaxshiroq anglashdi degan umiddamiz. Siz O'zbekiston 2030 teleloyihasining dastlabki sonini tomosha qildingiz va biz unda strategiyamizning 182-samaradorlik ko'rsatkichi, ya'ni yengil avtomobillar ishlab chiqarish hajmini 2030-yilga borib 1 million donaga yetkazish maqsadini tahlil qildik. Bizning dasturlarimiz yuksalishda davom eting. Biz mana shunday xalqcha tahlillar bilan yana e'tiboringiz markazida bo'lamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga rahmat, sog' bo'lingizlar, charchamasizlar. Rahmat Bahodir aka. Rahmat aka. Do'nar aka. Rahmat.